Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngil ochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Boshlaymiz, bo'lmasam ketdik, qaranglar. Bir yoki ikkitalik tutsa ham bo'ladi. O'shangacha aylantirib turamiz. Ko'tarilish qilamiz. Qani qancha ko'tariladi? Shu ko'targan summamizni kechga stream qilib, slot o'ynab, ana shu summani sizlar bilan birgalikda Binance hamyonimizga yechib olamiz. Xo'p, bo'lmasam ketdik. Xo'sh, kechagi o'zi birinchi depozit, eslaysiz, bu 17 million depozit qilingan. Xo'sh, chota azartmi nima 77 ming beryapti. 12 ko'ryapsizlar. Zo'r o'yin bu, sabr qilib bunda ham ana shu aytilgan summa chiqishini kutishimiz kerak, ya'ni skater chiqishini. Bosib turaveramiz ungacha. O, ikkitalik chiqdi. Zo'r. Qaranglar. Ana endi boshlaymiz. 250 ming so'mdan boshlaymiz. Mana shuncha pulim bo'lsa ham, men 250 ming so'mdan boshlayman. Dagoni ham o'zim aytaman, qachon qanaqa qo'yish kerak. Uy bilat 250 ming so'mga 2 million so'm berib yubordim. Dalshi bosamiz. 875 dalshi bitta yana. Zo'r. Ana endi tushiramiz summani. Qaranglar, ana endigi galda bizni kattaroq summa bilan boshlaymiz. Yana o'sha taktika, yana aytib o'tgan ikkita skater yoki 6 ta chiroq yonishi kerak. Videoni oxirigacha ko'ringlar, tushunib olasizlar. Juda ham zo'r strategiya, 100%lik. Skater tutish ehtimol ham juda ham yuqori do'stlar bunda. Xo'sh, kutamiz. Xo'p, davay. 100 ming beryapman, yutug'ini ko'ryapsizlar, 5 ming so'm uchun. Sizlar bu o'yinda 100 ming so'm bilan kirib ham normallik foyda qilib bilasizlar do'stlar. Menga shu ko'p o'ynagan uchunmi yoki balansda pul ko'pligi uchunmi menga skater tutishi kam bo'lyapti. Ham nima desam bo'ladi? Yana bitta chiqdi. Ko'p o'ynayman-da. Ko'proq yutib, nima qilib keyin 1 soat 2 soatdan keyin ham kirib ko'p o'ynayman. O'shanga ham bilmadim endi. Yana 3 ta kerak yoki 2 ta birdaniga tashlash kerak. Davay. Tashlaydi. Xo'sh, 4 ta bo'ldi. Yana 2 ta kerak yoki birdaniga 2 ta kerak. 41.600 bilan. Yana bitta qoldi. Bitta tasha zo'r. Bo'ldi mana. Agar ikkitalik birdaniga tashamasa, mana bu 6 ta chiroq mana pastda ko'rib turganingiz, mana shu yonsa ham bo'ladi do'stlar bizga. 1 million so'mdan bosamiz. Xo'sh, 1000 so'm, 10 ming so'm, 100 ming so'm, 1 million so'm. Adashib ketaman-da bilat. Sizlar mana shu adashmasligingiz uchun sanaylar. O, chota normal minusni yeb kelyapti. 1.100 dalshi. Bular ana shu momentda skater chiqadi-yu. Yorgan bo'lamiz ana shu skater chiqsa agar. 2,5 million. 40 millionga tushsin. Bo'ldi. Ana endi o'chiramiz. Qaranglar. 2 million 500 ming so'm qilamiz. Ketdi. Maksimum 1,5 million ekan. Bular Xbet'dami, Linebet'da ro'z. Vabank katta bilat. 4 million dalsh. Normal zanus qilsa ham bo'ldi. Davay. Bular azart kattadan boshlanib deyman-da bilat. Voy jalab. Ber endi. Hay biling. Mega bien qil хотя бы. 5 million. Dalshi ber. Yoki bitta skater. Shuni qo'yib davay.
1 million 50. 18 million normal. Yana bitta please. Yana bitta ber. Дальше. 2 million 200, давай. 4 million. Дальше. Zo'r. Yana bitta qoldi. Yana bitta kachka. Normal foydaga chiqdik. Yana bitta please. Yana bitta anoq chiroqlar. Polni yonishini kutsak lekin yebat bo'ladi bor-ku. Tasha endi. Bilat, nechta qoldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta qoldi bilat. Qiyin narsa lekin. 6 million. Ham ofni o'chirdim. Bilat. Bilatdan chiroqdan ham ikkita bilat tashlasak bitta skaterni ushlasam bor-ku. Pizdes bu yog'i. Chotki akalar. Bilat. Yo'qaylichi bilat ushlasam ko'p transport. Oy, super win. Normal 25 million. Yana bittadan shunaqa super win bo'lsa ham bo'ldi. Oy. Nechta qoldi? 1, 2, 3, 4, 5 ta qoldi. O'shan dakkansa bo'lsaman. Bilat tez tashlasa-da bilat, skaterchani ham bilat. Million 100. Tasha endi 6,5 million. Bilat chiqadimikan ha? 43 millionlik balans. Vash katta risk qilyapman-da lekin. Zo'r. Normal. Oy. Zo'r onasini hamsin. 1,5 million bilan skater tushadim. Zo'r bilat, zo'r. Chotki akalar. Yordik. Och. Qaranglar. Bitta narsa har joydan tanlash kerak. Bu yoqdan. Nice. Chotki akalar, chotki. Zo'r. Ana endi ketdi. Normal balans testlab qo'ydilar. 45 million bilan kirdik. Chotki. Oy. Olta boroli, davay. Uy jalab. Pizdes. Davay. Yordik. 100 million ko'rdik. Davay. Pizdes. Mana shuni kutgandim-da bilat. Pizdes. Dahshat bor, yordik akalar. Addushi bitta. Zo'r. Nima dedi? Pizdes, pizdes. Balansni qaranglar. 87 million so'm. Arzini risk qilishga mana shu narsani kutganimda qaranglar. Bu yoqda chiroqlar hali qoldi. Mana chiroqlar qoldi. Bu chiroq hozir qaranglar. Soat 10:38 bo'lsa, 10:38 bo'lsa, men hozir chiqishim kerak, chunki deganda azart yondi o'sha. Super skaterni ham ushladik, 3 ta skaterni ham ushladik. Biz bitta o'yinda 2 ta narsa bo'lib bo'ldi. Hozir mana bu chiroqlar turgan-ku, mana 1,5 millionlik balans bilan mana shundan xuddi mana shunday qilib chiqib ketish kerak do'stlar. Soat hozir 10:38 bo'lsa, bir oqshom soat 7-8 larga o'ynash kerak dalsh qilib. Yana o'zi 5 tamiz skaterlik qoldi. 5 marta ushlasak, ana shu 1,5 million balansni agar o'zgartirib qo'ysak, balans o'zgarib qolsa, keyin nima? Yo'qoladi u lampochkachalar. O'shaning uchun sizlar mana shu joyga kelganda ana shuni yaxlatib chiqib ketishingiz kerak edi. Keyin dalshisini o'ynashingiz kerak do'stlar. Men hozir hech qayerga tegmayman, chunki lampochkachalar o'chib qolishi mumkin. Mana shunday tegmayman-da chiqaman. Mana shu chiqqandan keyin ham 1 soat 4-5 larga qarab kirib davom qilaman. 87 million so'mga o'zgartirdik. Normal ustunmi akalar, ishoninglar. Zo'r 17 million so'mdan shuncha ko'tardim. Hozir yana bitta video qilaman. Keyin streamga vaqtim bo'lsa qilaman. Stream qilamiz albatta. Men hozir soat 10:30 bo'lsa, soat 4-5 larga qarab bitta o'ynayman. Skaterni ushlayman, keyin qolgan nimani stream paytida do'stlar o'ynaymiz. Sizlar bilan birgalikda oldingi videomizda ko'rsatganimizdek, pulimizni hammasini emas, bir 20 million qo'yib yana
Qolgan 100 million bo'ladimi, 80 million bo'ladimi yechamiz va Binance-imizga kelib tushishigacha ko'rsatamiz do'stlar. Bo'lmasam hammalaringizga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar do'stlar. Hammalaringizga omad.